Assalomu alaykum aziz tomoshabin, qadrli yurtdosh, efirda men Chinor, siz bilan Zafar Do'ltayev. Bugun biz siz bilan ta'lim haqida biroz suhbatlashsak. O'zbekiston ta'limi bugun qay darajada? Ta'limning ahvoli qanday? Ta'limning ertasi, buguni, o'tmishi. Mana shu haqda bir ozroq bir mavzu yuritsak. O'zbekistonda ta'limga nisbatan qanday munosabat shakllangan? Ta'lim namoyandalari, ziyolilar, ya'ni ziyo ulashuvchilar, ustozlar, o'qituvchilar, mana shunday insonlarga nisbatan jamiyatning munosabati qanday? Va aksincha, jamiyatda qandaydir bir katta mavqega ega, katta mansabi bor, qimmatbaho avtomobillarda yuradigan, koshonalarda yashaydigan, katta bizneslari bor, katta tanishlari bor, kuchli orqasi bo'lgan insonlarga nisbatan jamiyatning munosabati qanday? Bugun mana shu munosabatni o'zi, mana shu ikkita yo'nalishdagi insonlarga nisbatan jamiyatning munosabati ta'lim qay ahvolda-yu, mulkchilik qay ahvolda? Mulkchilik deganda men nimani nazarda tutyapman? Albatta, bugungi zamon talabi deymizmi, endi zamonning maqsadi deymizmi? Mana shu xususiy mulk muqaddas degan tushuncha kirib kelgandan beri odamlarning butunlay dunyoqarashi, odamlarning fikri o'zgargan. Qay tomonga o'zgargan? Albatta, hamma butun jamiyat desam mubolag'a bo'lmaydi, yashash uchun kurash olib boryapti. Yashash uchun kurash deganda nima nazarda tutyapman? Endi qo'shinni boshidagi inson nimani lozim topsa, qo'shindagilar ham shu narsani amalga oshiradi. Ya'ni bugun jamiyatning yutuklari, jamiyatning elitasi bugun qanday shaklda yashayotgan bo'lsa, undan keyingi va keyingilarda turuvchi shaxslarning ham maqsadi mana shu. O'shalarnikidan nima deydi? Qovun-qovundan rang oladi degandek bir-biriga ko'chadi. Bu xuddiki yuqumli kasallikka o'xshab ommalashib ketaveradi. Yangi odatlar chiqsa, bu odat butun O'zbekistonga joriy qilinadi. Buni davlat tomonidan, hukumat tomonidan emas, albatta jamiyatning o'zi amalga oshiradi. Lekin bizning bugungi mavzuyimiz ta'lim va jamiyat. Va bu ikkalasining o'rtasidagi munosabat. Bizda mana davlatchiligimizda bugun shunday gaplar yuribdi. Ta'limni xususiylashtirish, umuman har bir sohani, har bir tizimni xususiylashtirish tushunchasini, mana shu narsani targ'ibot va tashg'ibot ishlari olib borilyapti. Shu sohada, shu qatorda ta'lim sohasini ham xususiylashtirish jarayonlari boshlanganiga ancha bo'lyapti. Ya'ni 2023-yil Davlat test markazining hisobotiga ko'ra, taxminan 2 millionga yaqin abituriyent oliy o'quv yurtlariga hujjatlar topshirgan va test imtihonlarida ularning aksariyat, ya'ni 80% dan ortig'i 55, 50, 60 ball to'plagan. Bu esa o'sha 2023-yilning mutaxassislarining fikricha bu juda ham salbiy holat deb belgilagan. Endi bu narsani xususiylashtirish bilan, ta'lim tizimini xususiylashtirish bilan o'quvchilarni, mana shu maktab o'quvchilarini, o'sha bilim olaman degan insonlarni men pulimga kuyyapman, men yaxshi o'qishim kerak, ota-onamni puli ketyapti, men o'qishga majburman, o'rganishim kerak degan bir o'ziga o'zi bosim o'tkazib, o'zini o'zi majburlab o'qiydi. Mana shundagina ta'lim rivojlanadi degan tushuncha, menimcha shu narsa asos bo'lib harakat bo'lyapti-yu, ta'limni xususiylashtirish haqida gaplar yuribdi. Lekin bir narsani unutmasligimiz kerak. Ta'lim degani bu, ilm olish degani bu qaysidir bir yo'nalishda majburiyat yuzasidan o'rganadigan, o'qib izlanadigan narsa emas bu. Ta'lim hamisha erkin, ozod va
insonning o'zi talpinadigan holatdagina o'sha ko'zlangan maqsad amalga oshadi. Ya'ni kim? O'sha o'quvchini, maktab o'quvchisini o'zi qiziqib, o'zi intilib, bunga hamohang ravishda o'qituvchining ham mana shunday o'quvchilarni atrofida ularga dars berayotganidan ruhlanib, shijoati oshib, mana shunday ta'limlar berib, o'zaro ikki tomonlama hamohanglikda ish olib borilsagina O'zbekiston ta'limi gurkirab rivojlanib ketadi. Lekin majburiyat bu yerga qo'shilgandan keyin u ta'lim ko'ngildagidek natijani bermaydi bu yo'nalish. Afsuski buni ko'pchilik tushunmayapti. Ta'lim qachon? Mana hozir jamiyat nimani orqasidan ketyapti? Jamiyatda misol uchun xususiy mulk muqaddas degan tushuncha kirib kelgandan keyin odamlarning aksariyati mulkchilikka qarab, ya'ni yaxshi yashash uchun, muammolardan qutulish uchun faqat va faqat pulni ketidan quvish. To'g'ri, pul bo'lmasa yashab bo'lmaydi. Pul bu yashash, chiroyli yashash uchun bir vosita. Lekin hammaning ham imkoniyati mana shunday O'zbekiston elitasining, jamiyatning elitasi, ya'ni yuqori qatlamiga o'xshab yashash imkoniyatiga ega emas albatta. Afsuski buni o'sha mana shu ta'limni xususiylashtirish kerak degan tashabbus bilan chiqayotgan insonlarning bunga dunyo qarashi butunlay boshqacha, munosabati boshqacha. Afsuski mana shu narsa ta'limni zanjirband qilyapti. Ya'ni xususiylashtirish, kontraktli o'qishlar, maktabdagi misol uchun nima desam ekan, o'qituvchilarga nisbatan jamiyatning munosabati ta'limning orqaga ketishiga sababchi bo'lyapti. Bir rus yozuvchisining shunday bir asari bor. Masal desam ham bo'ladi. Lebed, shuka, irak, ya'ni oqqush, cho'rtan va qisqichbaqa. Ya'ni oqqush aravani tepaga qarab tortadi, cho'rtan ko'lga, qisqichbaqa esa botqoqqa tortadi. Bugun ta'limning ahvoli mana shu holda turibdi. Xususiylashtirish yoki bo'lmasam o'qituvchilarga nisbatan jamiyatning munosabati va ularga beriladigan oyliklar, mana shu narsa ta'limni butunlay qobiqqa o'rab qo'ygan, o'qituvchini qobiqqa o'rab qo'ygan. Lekin biz o'qigan davrlarda, misol uchun 90-yillarda o'qituvchilarga nisbatan hukumatning, jamiyatning munosabati o'zgacha edi. Hattoki davlat o'sha o'qituvchilarni kommunal to'lovlardan ozod qilib qo'ygandi. O'qituvchilarning mavqei jamiyatda juda kuchli edi. Hattoki maktab direktorlari ham misol uchun o'qituvchidan nolib kelgan ota-onani oldiga chiqib o'z o'qituvchisini himoya qilardi. Bugun esa unday emas. Bugun endi to'g'ri, maktabda dars berishning o'zi bo'lmaydi. Bu juda asabiy holatni keltirib chiqaradi, stress holatlarini keltirib chiqaradi. O'zi shusiz ham o'qituvchining muammosi boshidan oshib yotibdi. Kamiga u yana 20-30 ta chog'li bolaga dars o'tishi va o'sha bolalarning hammasida xarakteri har xilligi, ularning darsda bo'lgan darsga nisbatan munosabatining har xilligi. Bu natijada o'sha bolalarning ichida albatta guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi. O'sha xuligan, to'polonchi bolalarga nisbatan o'qituvchilarning ularni tartibga chaqirishi, oxir oqibatda kuch ishlatishga majbur bo'lishlari bugun jamiyat tomonidan, o'sha hukumat tomonidan, yuridik yo'nalish tomonidan salbiy, negativ baho berilyapti. Natijada esa o'sha o'qituvchilarni bolaga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lishi, ularga nisbatan tasyiq, kaltaklash amaliyotlarni bajarishini bo'yniga qo'yib ishdan olib tashlash. Bu esa o'sha o'z-o'zidan o'qituvchilarning o'quvchilarga ta'lim berish sifatini pasayishiga, ularning oyligi pastligiga qo'shimcha ravishda mana shu holatlar o'sha ta'limning o'sha aravaning bir joyda qotib qolishiga o'xshash holatni keltirib chiqaryapti. Jamiyat bugun endi o'zingiz bir tasavvur qiling. Mana insonlar katta mavqeda, jamiyatda bir katta bir mansabda ishlaydi. Ularning qimmatbaho mashinasi, bir koshonalarda yashaydi, tanish bilishlari kuchli. Endi mana oddiy o'qituvchi, u biologiya yoki fizika yoki ximiya fanining kerak bo'lsa piriga aylanib ketgan yillar davomida dars berib, lekin mana shu jamiyat ikkalasiga ikki xil munosabat shakllanib bo'lgan. Ya'ni o'qituvchiga nisbatan qanday-u o'sha mulkdorga nisbatan, mansabdorga nisbatan qanday. Mana shuning o'zi ta'limning najotga qanchalar muhtoj ekanligini, o'sha xususiy mulkchilik degan tushuncha bugun
ta'limga oyog'iga bolta bo'lib urilayotganligini ko'pchilik anglab yetmayapti. Ta'lim erkin, ozod va obod bo'lishi kerak. Buning uchun albatta ko'pchilik vazirliklar sharoitini qo'llash kerak, o'sha qarorlar qabul qilish kerak, ya'ni kommunal to'lovlarda arzonlashtirish, ya'ni qishda ko'pincha mana qishloqlarda, tumanlarda bitta xonani zo'rg'a isitib o'tiradi, dars tayyorlashning mutlaqo imkoni yo'q. Hamma bitta xonaga qamalib, o'sha televizor ko'rishlar, suhbatlashishlar, o'sha bolani dars olishiga, dars qilishiga mutlaqo xalaqit berishlari. Chunki boshqa xonaga o'tsa, u yerda albatta kasal bo'ladi u bola. Keyin vrachga murojaat, ukollar, dorilarga xarajat. Bu esa bu ham bir o'sha ta'limning botqoqqa botayotganligini bir sabablaridan, ko'zga ko'rinmas-u, lekin yuz burib ketish mumkin bo'lmagan sabablardan biri. Shunday ekan, azizlar, mana shu ta'lim tizimini rivojlantirish bu bugungi kunning kechiktirib bo'lmaydigan, uni ozod qilish, erkin qilish. Mana shu narsa bugun eng dolzarb muammo. Endi o'zingiz faraz qiling, bugun ta'lim qanday? Bugun o'quvchilarning ahvoli qanday? Erta 10 yildan keyin qanday bo'ladi jamiyat? 20 yildan keyin, 30 yildan keyin nima bo'ladi? Bugun mana butun jamiyat show biznes deymiz, televideniya deymiz, seriallar deymiz. Mana shularni qarab, to'g'ri, endi odam charchaydi, muammolar ko'p, to'lovlar, kontraktlar, jarimalar, ulardan charchab, masalan, miyasini chalg'itish uchun ozroq mana shunaqa ko'rsatuvlarni, seriallarni ko'rib umri o'tib ketadi. Qarabsizki, oradan 10, 20, 30 yil bir pasda o'tib ketgandan keyin ortiga qarab, men nima qildim? Men kim edim, kim bo'ldim? Nimam bor edi-yu, nimamga erishdim degan savollarga javob bera olmay qoladi. Mana shuning uchun vaqt borida, imkon borida ta'lim degan yo'nalishni jamiyatning o'sha vazirliklari, hukumatning tepasida turganlar bu xususiylashtirish bilan uni bu muammoni hal qilib bo'lmaydi. Butunlay tizim yangilanmasa, ta'lim o'zgarmaydi. Meni fikrim shu. Agar fikrim to'g'ri deb topsangiz, mana bitta like, o'z fikrlaringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.